Butun bo'yinlarni choyxona usulida suyalari ajralib, go'shtlarni mayin holatda pishirish jarayonini uy sharoitida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qozonga yog'ni solib qizigandan keyin ortiqcha narsalardan tozalangan bo'yinlarimizni ikkala tomonini yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Go'sht bilan yaxshi chiqishadigan klassik ziravorlar, zira, kashin churug'i, tuz hamda 1,5 litr suvni solib, ustidan 100 gram saryog'ni solib, suvimiz qaynab chiqishi bilan past olovda 4 soatga dimlab qo'yamiz. Suvlari shira tortib, sachoq holatiga kelgandan keyin bir qismini olib qo'yamiz. Buni oxirida go'sht hamda kartoshkani ustidan quyib beramiz. Bo'yinlarimizni orqa tarafini o'g'irib qo'yib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Bu orada kartoshkalarni bitta tuzlab olib, yog'imizda qovurishni boshlaymiz. Biz yangi chiqqan maladoy kartoshkalardan foydalanganimiz uchun bo'yin bilan qo'shib dimlamasdan qovurdik. Agar sizlar eski kartoshkalardan foydalansanglar, birinchi bo'yin bilan yarim soat dimlab olib, keyin qovursanglar yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham yangi chiqqan maladoy kartoshkalarning mazasi yoqadimi? Ayniqsa shirali va mayin bo'lib pishgan bo'yin bilan bo'lsa nima deylar? Qozondagi eng mazali joyi yog'ini hamda boya olib qo'ygan sachokimizni ustidan quyib yuboramiz. Har oy choyxonalarga borib go'shtli taomlar iste'mol qiladigan aka-ukalarimizga oila a'zolari uchun ham shunaqa go'shtli taomlarni tayyorlab berishligini tavsiya qilgan bo'lardim. To'liq retsept hamda qo'shimcha ma'lumotlarni video ostida yozib qoldiramiz. Har qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentda yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.